Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Biz bugun yangi sayt ochdik va o'sha saytdan pul ishlasangiz bo'ladi. Mana hozir ko'rsatib beraman birma-bir ro'yxatdan o'tish va bosqichma-bosqich. Saytga kirib olganda sizlarda xuddi shunaqa oyna ochiladi. Mana shu hozir mana shu oyna. Mana shu oynaga bosib olamiz. Google bilan ro'yxatga o'tasiz. Bosdik. Men Google account orqali ro'yxatdan o'tdim. Va menda bugun shart bajarganim uchun $400 bergan. Va hozir mana yerda shart bajaradigan knopka bor. O'shani nima qilasiz? O'shanga bosib nima shartlarni bajarasiz, xullas. Videoni kam qilaman. Vaqtimcha yo'q. Mana 3 ta nuqta bor mana yerda. 3 ta nuqta orqali Visa virtual kartaga chiqarib olsak bo'ladi pulni. Nasrakiga bosib olamiz. Va keyin mana payments degan joyi bor, o'shanga bosib olamiz. Bosib olamiz o'shanga. Keyin chiqadi mana yerda. Bosamiz buni. Bosganda mana shuni tanlab qo'yamiz. Va bu yerga kirgan elektron pochtamizni yozamiz. Mana men kiritib qo'yibman. Bosamiz. Va ikki bosqichli nima tasdiqlanadi. Mana o'shani tasdiqlaymiz. Ikkita shunda. Sinapoya. Tasdiqlandi va o'zimizga nima qilgan parolni kiritib olamiz. Esda qolish kerak bu parol. Va o'tdi. Endi chiqib ketsa ham bo'ladi. Ular shunaqa sayt, 2 kundan keyin pullarni chiqarib olsa bo'ladi. Har kun har xil narsalar beradi, bonus beradi. Mana 50% bonus Prime Service for the Head 48 Horus degan 48 soatdan keyin olsangiz bo'ladi bonusni. Ya'ni 2 kundan keyin 50% bonus beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bosib qo'yasizlar. Sayt silkasi bo'lsa kommentariyada va video ostida bo'ladi.